Cedvel katekçilerinin girmeklerini danışış. Adette biz cedvelge mazmun kirgizgan vaqtimizda cedvelning siziqlari bilan tekstning orliqida ma'lum orliq qolib qoldi. Shunday bo'lgan vaqtida tekstlarmi cedvelmi nihoyat chiroyli ko'rindi. Albatta biz bu orliqlarni o'zimiz tanisha olamiz. Hozir bu cedvelga nisbatan cedvelning katiki cho'ng, xat kichik, shunga buni toza his qilolmaydi. Shunga biz bu bir katakni sal kichiklatib, ondan girvek unumini ko'rib boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda biz katakni garchi xili yaqin akagan bo'lsak-mu, eng kichik holatga kelsak-mu, buningki beshida va oxirida ma'lum o'rin qolib qolgan. Bu yerga tekst yozilmaydi. Endi mushu joylarni qanday tanishaymiz degan vaqtida biz katakchi girveki knopkasini bassak buni. Ya'ni cedvelning ichida mouse bor vaqtda, ya'ni ma'lum katakda nur belgi bor vaqtda loyiha tizimligi paydo bo'ldi. Bu loyiha tizimligini bassak, bu yerda katakchi girveki. Bu dialogramkasi qaraydigan bo'lsak, katakchininki ustidan qanchalik o'rin qoldi, ostidan qanchalik, soldan qanchalik, o'ngdan qanchalik degandek uchurlar. Qarasak, usti bilan ostida buningki o'rin yo'q ekan. Shunga bu yerda masalan A harfi siziqqa tegib qolgan. Hamda sol taraf bilan o'ng tarafga qarasak 0.19 cm dan o'rin bor ekan. Shunga bu yerda ma'lum bo'sh o'rin ko'rindi. Biz bu uchurlarni o'zgartirish orqali, bu qimmatlarni o'zgartirish orqali biz katakchining ichidan o'rin qo'yib mazmun to'ldira olamiz. Masalan, biz ustiga ozroq o'rin qo'shaylik. 0.12 cm. Ma'qul dedim. Qarasak bu yerda ma'lum o'rin ustiga qo'shildi. Hamda biz buningki ostiga qo'shib boqaylik va sol tarafiga jiqroq qimmat uraylik. Sol tarafining qimmatini oshiraylik. 0.15. Ost tarafiga 1 cm qimmatga eklaylik. Bu vaqtdagi unumini ko'rsak, bu cedvellarninki hamma kataklarninki ustida ozroq nurun, sol tarafida bir qadar cho'ng, o'ng tarafida undan kichik o'rin, ostida 1 cm dan o'rin bor bo'ldi. Bunga o'xshash biz cedvel kataklarni xohlagancha o'rin qo'ya olamiz. Masalan, biz buning hammani 0 ga qo'yaylik. Sol taraf, o'ng taraf o'xshashlar 0.15 dan bo'lsin. Yani biz ost üstün o'rin qo'ymadik, faqat o'ng soldan o'rin qo'ydik. Endi yana biz katakchilarninki, ya'ni siziqlarig'imi orliq qo'ya olamiz. Buning unumini ko'raylik. Qaraydigan bo'lsak, bizningki katakchi siziqlarimiz hozir 2 dan, ya'ni qo'sh siziq oldi. Ya'ni buningki siziqlarining orasiga o'rin qo'yildi. Biz buning qimmatini yana o'zgartirib ko'raylik. Buningga o'xshash. Yani cedvel siziqlariga o'rin beralaymiz. Yani biz bu dersimizde katakchininki atrofidan o'rin qo'yish va siziqqa o'rin berish qatorliq mazmunlarni ko'rib o'tdik.